Assalomu alaykum, men Mirzoman. Endi sizlar bilan yana bir koreyalik ijodkorlarning Netflix uchun suratga olgan va Squid Game kabi hayot uchun o'yinlarga asoslangan Alice in Borderland, ya'ni Alisa chegara oldida serialini boshlaymiz. Bizni hali ko'plab qiziqarli seriallar olami kutib turibdi. Qani unda boshlaylik. Birinchi qism. Video o'yinlarga berilib ketgan qahramonimiz Arisu xonasida o'ynab o'tirganda yoniga akasi keladi va u yana ishga kirish uchun suhbatga bormaganini bilib olamiz. Bunda uni akasi va otasi hayotini yo'lga qo'yish uchun harakat qilayotganini, Arisu esa shunchaki o'yinlarga berilib ishlashni umuman xohlamasligini bilib olamiz. Ularning onasi esa vafot etgan. Arisu tashqariga chiqayotganda otasi akasiga xalaqit bermasligini aytadi va bu Arisuning shaxsiy uyi ekanini, ya'ni u boy oilaning dangasa farzandi ekanini bilib olamiz. U do'stiga uysiz qolgani haqida SMS yozib uni yoniga yo'lladi. Barda ishlayotgan do'sti Karobe esa boshlig'ini qizi bilan o'pishayotganda boshlig'i buni ko'rib qolib uni uradi. Karobe unga javob qaytarib ketadi. U SMS jo'natgan yana bir do'sti Chota onasiga pul beradi va boshqa bermasligini aytadi. Bunda onasi qandaydir oqimga qo'shilib qolgani va bu Chotaga yoqmasligini bilib olamiz. Yigitlar ozroq yozishgandan keyin uchrashishga kelishib olishadi. Ular yig'ilishadi va barlar berk bo'lgani uchun shu yerda turib suhbatlashadi. Unda fantaziyaga yuzlanib, bema'ni narsalarni gaplashadi. Прикиньте, если тут зомби появится. Перекусают всех, все станут зомби. Va Karobe Arisuga ular bilan birga yurmay to'g'ri hayotga qaytishini so'raydi. Yigitlar ozroq qotib qolishgandan keyin Karobe Arisuni egniga chiqarib yo'ldan o'tishga qaror qiladi. Chota ularni suratga oladi. Karobe uni ozroq aylantirgandan keyin bu unga ham yoqadi va ularni svetoforda qizil yonib mashinalar kelib qolganini to'xtatadi. Ular bir amallab yo'l chetiga chiqishayotganda Chota osmondagi salyutlarni ko'rib qoladi va ularni deb avtohalokat sodir bo'ladi. Ular politsiyachilarni ko'rib shu yerdagi bino ichiga qochishadi. Hojatxonaga kirib berkinishadi va ularning yoniga kimdir kelib eshikni taqillatadi. Keyin binoda chiroq ham va telefonlar ham o'chib qoladi. Ular vaziyatni tekshirish uchun tashqariga chiqishadi va bino ham, shahar ham bo'm-bo'sh bo'lib qolganiga guvoh bo'lishadi. Ular nima bo'lganini tushunmay hamma joyni tekshirishni boshlaydi va hatto restoranlarda qaynoqqina choylar ham egasiz qolib ketganini ko'rishadi. Bu manzara ularni hayratda qoldiradi va kechga yaqin qayta yig'ilishadi. Keyin yo'l o'rtasida o'tirib nima bo'lgan bo'lishi mumkinligini muhokama qilishadi. Arisu ular faqat uchalasi qolgan bo'lsa, bu yaxshi ekanini aytadi va bu Chotaga ham yoqadi. Karobe esa realist ekanini bilib olamiz. Ular ozroq baqirishgandan keyin ular yonidagi binoning monitori yonadi va o'yinga xush kelibsizlar degan yozuv chiqadi. Uzoqda yorug'lik ko'rinadi va yigitlar shu tarafga yugurishadi. O'sha binoga yetib borishadi va bu bino o'yin arenasi ekanini bilib olishadi. Ularga ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha bir lazerli yo'lakdan o'tishadi. Ularga har bir ishtirokchiga bittadan telefon qo'yilgandi. Telefonlar ularning yuzlarini skaner qilib oladi va qo'ng'iroq qilishning ham imkoni yo'q edi. Ularga ro'yxatdan o'tish tugashiga 2 daqiqa vaqt qolgani aytiladi. Bu nima ekanini tushunmay turishganda ularning yoniga bir ayol keladi va ularni savoliga javob bermay chegarani kesib o'tishgandan keyin orqaga yo'l yo'q ekanini ko'rsatib beradi. Arisu tepadan lazer tushib ularni o'ldirishini tushunadi. Keyin ularga yana bir qiz qo'shiladi. Shu tariqa o'yin uchun ro'yxatdan o'tish tugaydi. O'yin omon qolish yoki o'lish deb nomlanishi aytiladi va qiyinchilik darajasi 3 tref ekani haqida ma'lumot beriladi. O'yinda belgilangan vaqtgacha binoni tark etish kerak edi. Ularni o'sha ayol Shibuki liftga boshlab kiradi. Lift ularni bir xonaga olib keladi va xonaning limiti 2 daqiqa ekani aytilib, vaqt boshlanadi. Ularning oldida 2 xil eshik bor edi va ulardan birida o'lim, ikkinchisida hayot yozilgandi. Ya'ni ular omon qolish uchun bir eshikni tanlashlari kerak edi. Chota hech qanday xavf sezmasdan xonani videoga ola boshlaydi. Ular nima qilishni bilmay turishganda Shibuki hayot deb yozilgan eshikni ochishni taklif qiladi. Shu paytda pastdan gaz chiqishni boshlaydi va 30 soniya vaqt qoladi. Ular tavakkal qilishni xohlamay turishganda qiz chiday olmay hayot degan eshikni ochadi va bu xato bo'lgani uchun lazer orqali o'ldiriladi. Qolganlar shundan keyingina bu hayot mamot o'yini ekanini tushunishadi. Chota shokka tushib qoladi. Shibukining ortidan yigitlar ham o'lim eshigiga o'tishadi va oldingi xona yondirib yuboriladi. Keyingi xonada esa 10 soniya kam limit beriladi. Yigitlar Shibukini o'sha qizni o'ldirganlikda ayblashadi. U esa hammani hayotini saqlab qolganini, endi esa har bir eshikda bir odam o'zini qurbon qilish kerak ekanini aytadi. Ya'ni aniq omon qoldiruvchi eshik yo'q. Shunchaki qurbon tanlash uchun vaqt berishyapti deb hisoblashni aytadi. Ular eshikni kim ochishini tanlashni boshlashadi. Chota esa hali o'ziga kelmagan. Gaz chiqishni boshlaydi va Arisu o'zi eshikni ochishga qaror qiladi. O'lim eshigi oldiga borib ochmoqchi bo'ladi, lekin qo'ldan kelmaydi. Karobe esa bu vazifani o'z zimmasiga olib hayot eshigini ochadi va bu to'g'ri qaror bo'lib chiqadi. Keyingi xonada limit yana 10 soniyaga kamayadi. Karobe Shibukiga keyingi eshikni ochishni aytadi va u bunga rozi bo'lmaydi. Keyin Arisuga u hamma bosh qotirmalarni yecha olishini aytib, bu yerga kelguncha bo'lgan narsalarni eslashni so'raydi. Arisu qo'rqoqlik qilgandan keyin uni urishga majbur bo'ladi. Bu esa hammasini esiga tushiradi. Ko'chadagi mashina orqali keyingi eshikni to'g'ri topadi. Keyingi xonada limit yana kamayadi va Arisu ko'chadagi mashina o'lchami va evakuatsiya chizmasini eslab bino o'lchamlarini bilib oladi. Keyingi eshikni ochish uchun esa bino chizmasini qog'ozga chizib oladi. Bu to'g'ri bo'lib chiqadi va shu chizma bo'yicha
keyingi 2 eshikdan ham o'tib olishadi. Lekin oxirgi eshikka kelganda ularning chizmasi ishlamay qoladi. Arisu nimanidir o'tkazib yuborganini tushunadi va miyasida bino chizmasini shakllantirishni boshlaydi. Keyin Chota birinchi xonada olgan videosini ko'rib, o'sha qiz kirgan xonada eshik bo'lmaganini bilib oladi va u xona kvadrat shaklda bo'lmagani uchun uning yonida kichkina xona bor ekanini tushunadi. Shu tariqa keyingi xonani topishadi va Chotaning oyog'i yonib ketadi. Oxirgi xonada 10 soniya beriladi va uni ham Arisu topib u yerdan chiqib olishadi. Yon zinalar orqali pastga tushib olishadi va ularning g'alabasi telefonlar orqali e'lon qilinadi. Chota esa oyog'ini yaxshigina kuydirganini ko'ramiz. Shibuki ularning yutug'i 3 trefni yonidagi stoldan topadi. Keyin ularga har o'yindan keyingi g'alaba ularga viza berishni telefon orqali aytishadi. Shu paytda ularning yoniga bir odam kelib o'yindan chiqishni xohlashini, bugun vizasi tugashini aytadi va osmondan lazer tushib uni o'ldiradi. Bunda ular berilgan viza tugasa o'ldirishlarini, vizani yangilash uchun yana o'yinda qatnashishlari kerakligini bilib olishadi. Bizga esa shahar ustidagi lazerlarga bir bino ustidan qarab turgan yana bir qahramonimiz Usagini ko'rsatishadi. Ikkinchi qism Usagining hayoti bilan ozroq tanishib olamiz. U alpinist otasi bilan tog'da yurishganini va bu uni bino ustida turgan holda o'ylagan xayollar ekanini bilib olamiz. Usagi otasiga omon qolishga va'da beradi va uni qo'lida ham bir karta bor ekanini ko'ramiz. Arisu mashinalarni o't oldirishga urinib ko'radi, lekin bundan hech qanday foyda chiqmaydi. U do'stlari bilan bir uyga boradi va Chota mikrosxemaga ega bo'lgan hamma qurilmalar ishdan chiqqanini, buning sababi elektromagnitli impuls ekanini, ya'ni salyut otilgan paytda stratosferaga jo'natilib, shahardagi hamma elektr mexanizmlarini ishdan chiqarishganini taxmin qiladi. Lekin radio va ratsiyalar mikrosxemaga ega bo'lmagani uchun ishlayotgandi. Arisu undan nega ularga berilgan telefonlar ishlayotganini so'raydi va bunga javob ola olmaydi. Shundan keyin uni telefoni o'chib qoladi. Karube bilan Shibuki ozuqa yig'ib kelishadi va ular ovqatlanib olishadi. Shibuki odamlar yo'qolib ketganda qayerda bo'lishganlarini so'raydi va o'zidan so'rashganda boshlig'i bilan to'shakda bo'lganini yashiradi. U hammomdan chiqib bo'sh shaharga guvoh bo'lganini bilib olamiz. U bu yerga tushib qolganiga 3 kun bo'lgani va bu vaqt ichida boshqa o'yinlarda qatnashib, o'zidan boshqa hamma o'lganini aytib beradi. Ular nega har xil kunda odamlar yo'q bo'lib qolishganiga hayron qolishadi va vaqtlar oralig'iga tushib qolganini taxmin qilishadi. Taxminlar o'yinni kimdir boshqarayotganini, ularni kuzatishayotganini va buni ularning tanasiga o'rnatilgan chip orqali kuzatishyapti degan fikrga olib keladi. Karube Arisuga ertaga faqat ikkisi o'yinda qatnashishlari kerakligini, Chota yaxshilashgandan keyin boshqalarni himoya qila olishlarini aytadi. Ну как ты? Спасибо большое. Usagi keyingi o'yin binosiga boradi. U yerda yangi qahramonlarimiz Tatta, Aguni va Chishiya bilan tanishamiz. Ularning yoniga bizning yigitlar ham qo'shilishadi. O'yin qiyinlik darajasi 5 pik, ya'ni qarg'a ekanini bilishgandan keyin ularning yoniga bir odam kelib pik jismoniy o'yin, tref jamoaviy, bubni intellektualniy va cherf eng qiyin, ya'ni boshqalarning hissiyoti bilan o'ynalishni aytadi. Sonlar esa qiyinlik darajasini qancha baland bo'lsa shuncha qiyin bo'lishini tushuntiradi. O'yin vaqti kelib bu qo'llashmachoq ekani va ular ovchidan qochishlari kerakligini aytiladi. Ularga 20 daqiqa vaqt berilib, xonalar ichida xavfsizlikni topishlari, shundagina o'yin tugashini, aks holda 20 daqiqadan keyin bino tagidagi bomba portlashini aytishadi. Bu yoqda Chota onasining ta'limotiga binoan ona xudoga sig'inishni boshlaydi. Buni Shibuki ko'rib qolib, u bilan suhbatlashishga qaror qiladi. Chota do'stlarining har birida qobiliyat bor ekani, o'zini esa qo'ldan hech narsa kelmasligini aytadi. Bunda ular maktabdan boshlab do'st bo'lishganini bilib olamiz. Shibuki do'stlari o'zini kuchli his qilish uchun kuchsiz odam bilan do'stlashishganini aytib, ular uchun joningni berishga tayyormisan deb so'raydi va Chota javob bera olmaydi. O'yinda hamma eshikni qidirishni boshlaydi. Chishi esa qolganlarni kuzatish uchun chetda bir joy topib kutishni boshlaydi. Bundan u Aguni bilan tanish ekanini bilib olamiz. Shibuki Chota bilan gaplashib, u hayotida yaxshi insonlarni uchratmaganini bilib oladi va unga dalda bera boshlaydi. O'yin boshlanadi va ovchi kelganini xabar qilishadi. Binoning sukunat egallaydi va buni ovchining oyoq tovushlari buzadi. Yigitlar eshikni qidirishni boshlashadi. Ovchi bir odamni otib o'ldiradi va buni qolganlari eshitishadi. Shundan keyin ular jasadni ko'rishadi va qo'rquv bilan tepaga qarashganda, ovchi ot niqobini kiygan, qurol ko'targan odam ekanini ko'rib qochishadi. Ularning sherigi pastga tushib ketadi va Arisu Karubeni ikkinchi qavatda olib qolib birga berkinishadi. Ovchi esa ularni payqamaydi. Shibuki Chotani o'z haqiqatlari bilan manipulyatsiya qilishni boshlaydi va chimildiq ko'rmagan yigitning tanasi bilan aldashni uddalaydi. Bu paytda ovchi yigitlarning bilog'on sherigini o'ldiradi va boshqa bir odam o'yin arenasidan chiqib ketib lazer orqali o'ldiriladi. Arenada xaos yuzaga keladi va ovchi ishtirokchilarni o'ldirishda davom etadi. Chotaning birinchi, Shibukining bilmadim nechinchi to'shagidan keyin Chotani xayollaridan onasi o'z ta'limoti boshlig'iga o'zi pul bergan holda tanasini sotayotganini ko'rishimiz mumkin. Jirkanch manzaralar uchun uzr. Mana ko'p xudolilik qayerga olib keladi. Arisu bilan Karube ovchini tepadan kuzatib turishadi va ovchi ularni payqamagandan keyin Arisu u niqobi sababli ko'rish doirasi kichik ekanini tushunadi. Keyin hammaga bu haqida aytib baqirib, ma'lumot almashib birga ishlashni taklif qiladi. Chetdan kuzatib turgan Chishiyaga bu reja yoqadi. Usagi esa ovchi qayerdaligini aytib baqirib birga ishlashni boshlaydi. Uni oldidan ovchi chiqadi va u alpinistlik qobiliyati bilan undan qutulib qoladi. Oldidagi ayol esa qurbon bo'ladi. Chishiya esa hali ham kuzatuv rejimida. Tatta bir eshikni ochmoqchi bo'lib turganda unga yonidan emas, tepadan ovchi o'q uzadi. Lekin u berkinishni uddalaydi. Shokka tushib qolgan Tattani Arisu qutqarib qoladi. Vaqt oz qolgandan keyin Chishiya harakatni boshlaydi. Arisu bilan Karubeni yoniga Aguni sherigi bilan kelib, Karubega birga
ovchini o'ldirishni taklif qilib, Arisuga xavfsiz jihonani topishni so'rab ketadi. Arisu ularning qo'ldagi soatni payqaydi. Ularning suhbatiga Usagi qo'shiladi va o'zini tekshirgan joylarni aytib, qaysi qavatlarni tekshirilmaganini bilib olib ishga kirishadi. Arisu bilan Usagi xavfsiz xonani izlashni boshlaydi. Qolganlar esa ovchini chaqirib ishni boshlashadi. Aguni sherigiga ovchini chaqirtirib, o'zi Karubiga ovchi o'qni almashtirganda hujum qilishlarini aytadi. Aguni sherigini shunchaki qurbon qiladi va ovchiga o't o'chirish uskunasidan ko'pik purkaydi. Uni o'qi tugagandan keyin Karubi unga hujum qiladi. Ovchi esa unga pichoq sanchishlarga qaramay, ularning ikkisini ham yiqitib, qilichini olib chiqadi. Bu bilan Karubini jarohatlashni uddalaydi va Aguni unga hujum qiladi. Bungacha Arisu ovchini uzoq masofadan Tattaga hujum qilganda, u topgan eshik xavfsiz joy ekanini tushunadi va u joyga borganda Chishi ham shu yerga kelganini ko'radi. Eshikni ochishdan oldin ovchi nega shu yerda kutmagani haqida o'ylanadi, lekin vaqt kam bo'lgani uchun eshikni ochishga majbur bo'ladi. Ular ichkariga kirib yana bir xona oldida turishganda, xonada turgan yana bir ovchi ularga hujum qiladi va Chishi uni elektroshoker bilan yiqitadi. Bu foyda bermaydi va Arisu ichkariga, Chishiya tashqariga berkinishadi. Arisu ichkarida xonani ikki qarama-qarshi devordagi tugmalarni bir vaqtda bosish kerakligini ko'radi va boshqalarni yordamga chaqira boshlaydi. Yakunga 1 daqiqa qolganda Aguni bilan ovchining jangi avj oladi va ikkinchi ovchi xavfsiz xonaga kirishni uddalaydi. Arisu uni o'qidan qochib, yoniga borib kurashib, uni otishiga yo'l qo'ymaydi. Bungacha Aguni nariga ovchini yengadi va Usagi xavfsiz xonaga kelib, Chishiyaning elektroshokeri bilan ovchini yiqitadi. Shundan keyingina tugmalarni bosishni ba'zan uddalashadi va g'alabaga erishadi. Keyin ovchi bir ayol ekanini ko'rishadi va u bo'yindagi tasma orqali portlatib o'ldiriladi. Aguni nariga ovchini qurolini oladi va Karubi ular qurbon qilgan odamning yonida ratsiya topib, unda sohilga qaytinglar, bizda javob bor degan xabarni eshitadi. Bungacha Aguni bu yerni tark etgandi va ratsiyada yana o'sha ovozlar yangraydi. 3-qism. O'yin tugagandan keyin Arisu ovchi ayolni o'limida o'zini ayblaydi va Usagi bunga ularni majburlashganini aytadi. Bino chiroqlari o'chiriladi va Chishiya soqqonlik bilan ovchining cho'ntagidan qandaydir chizmani olganini ko'ramiz. Shibuki o'zini hayotini qanday narxga qo'rganini eslaydi va omon qolib oldingi hayotga qaytishga o'ziga va'da beradi. Arisu bilan Karubi qaytib kelishadi. Ular ratsiya orqali sohil haqida eshitganini va u yerga borib haqiqatni bilishni muhokama qilishadi. Lekin Chota bu ahvolda u yerga bora olmasligini bilishgani uchun bugungi o'yinda g'alaba qozonib, ularning vizasini oshirishga kelishib olishadi. Arisu Usagining gaplarini eslaydi va Shibuki ko'ziga o'lgan ovchi bo'lib ko'rinadi. Ular suhbatlashadi va Arisu ko'z oldida odam o'lganini aytadi. Shibuki muhimi omon qolganini aytadi. Я все же хочу выжить. Karubi barga borib boshlig'i va o'zini sevgilisiga bermoqchi bo'lgan uzugini topadi. Ya'ni uni qo'lni sormoqchiligini ko'ramiz. Keyingi o'yin binosi ochiladi va u yerga Karubi kechikib keladi. Bundan Chotaning jahli chiqadi va bu Shibuki uchun bo'lgani qolganlarni hayron qoldiradi. O'yin binosi botanika bog'i bo'ladi. Chota hassani kuymagan oyog'i tarafga tutib yurgani Chota tushunarsiz. Ular binoga kirishadi va har xil tig'li uskunalarni ko'rishadi. O'yin faqat 4 kishidan iborat bo'ladi va ular ko'zoynaklarni taqib bog'ga kirishni aytishadi. Ko'zoynaklar esa elektron bo'yinbog' bilan mahkamlangan va ko'z harakati orqali boshqalarni aniqlaydigan bo'ladi. O'yin qiyinlik darajasi 7 cherif bo'ladi. Ya'ni hissiyot va sotqinlikka bog'liq o'yin. O'yin bekim-mochoq bo'ladi va shartga ko'ra 3 qo'y, 1 bo'ridan iborat bo'lishadi. Kim birinchi bo'rini ko'rsa, keyingi bo'riga aylanadi va qolganlar qo'y bo'lib qolaveradi. O'yin yakunida kim bo'ri bo'lib qolsa, shu g'alaba qozonadi. Qo'ylarni bo'yinbog'i esa portlaydi. Ya'ni kimdir o'zini bo'riga aylantirib, bog'da berkinishi va qolganlarni o'limiga qo'yib berish kerak edi. Ular bir odam omon qolishini bilgandan keyin shokka tushib qolishadi. 15 daqiqa vaqt berilib, o'yin boshlanadi va birinchi bo'ri Chota bo'lib chiqadi. Chota bo'yinbog'idan qutulishga harakat qila boshlaydi va bunga Arisu qarshilik qiladi. Ular bir-birlariga qarash evaziga bo'ri o'zgara boshlaydi va ular faqatgina ko'z qarashi orqali bo'ri o'zgarishini bilib olishadi. Shibuki bu o'yin mantiqdan hayotga teskari ekani, ya'ni bo'ri qo'ylardan berkinish kerak ekanini tushunadi va hammani o'ziga qaratib, o'zini bo'ri qilib olib qo'lida to'kich bilan qochadi. Karubi uni quvishni boshlaydi. Shibuki tropik o'rmonga berkinadi va Karubi uni payqamay o'tib ketadi. Ularda ko'zoynaklar orqali ovoz aloqa bo'lgani uchun Chota undan qochmaslikni iltimos qila boshlaydi. Shibuki esa ozroq chalg'ib, turtilib yiqiladi. Jonini saqlab qolish uchun qochayotgan odamga poshnali tufli nimaga kerak deymanda. Women. Karubi uni tutib olib ko'ziga qaratishga urinadi, lekin u bunga qarshilik qilib, uni jarohatiga tosh bilan uradi. Ammo baribir to'poylik qilib uni ko'ziga qaraydi va Karubi bo'riga aylanadi. Shibuki vahshiylashib, uni ura boshlaydi, lekin baribir Karubi kuchlilik qilib uni urib yiqitadi va birdan Arisu kelib qolib unga qaraydi va Arisu bo'riga aylanadi. Shibuki Karubini yana jarohatiga urib yiqitadi va Arisuni quva boshlaydi. Chota esa yugura olmagani uchun sizlarga nima bo'ldi deb baqirib, ona xonasiga sig'inib o'tiraveradi. Arisu Shibuki bilan Karubining o'rtasida tushib qoladi va ularning ko'ziga qaramay bu
vaziyatdan chiqishni qandaydir yo'lini topishini ayta boshlaydi. Ular o'zini hayot uchun boshqalarni ayamaydigan holatga kelib qolganlarini tushungan Chota Shibukini yiqitadi. Boshqalarga esa qochishni buyuradi. Arisu qochadi va Karube uni quvishni boshlaydi. Shibuki Chotaga birga yotganlarini aytib baqirishni boshlaydi. Arisu esa qayerdandir atverka topib bo'ynidagini yechishga urina boshlaydi. Karube Arisu shunchaki omon qolishni xohlayotganini aytib izidan yuguraveradi va Arisu rostdan shunday ekanini bo'ynidagi uskunani simini uzishdan qo'rqqandan keyin tushunadi. Shundan keyin qolganlardan kechirim so'rab berkinadi va Karube uni qilgan ishlarini aytishda davom etadi. Bunda Arisu hayotda hech narsaga erishishni xohlamagani va bunga harakat ham qilmaganini bilib olamiz. Karube esa u bekorga yashayotgani uchun bo'rini berishni talab qila boshlaydi. Karube uzukni ko'rib sevgilisini eslaydi va o'zini yaxshi odam bo'lganini, ya'ni boshqalar shunday hisoblashganini eslaydi. Arisu do'stlari bilan bo'lgan yaxshi xotiralarni tiklab, o'zini yig'idan tiya olmaydi. Bu xotiralar do'stlarining ular bilan birga tasavvur qilgan kelajagi bilan bog'liqligi uchun o'zi ularni oldiga chiqishga qaror qiladi. Lekin ularni chaqirish foyda bermaydi. Chunki ular Arisuni omon qoldirish qaroriga kelib bo'lishgandi. Chota Shibukini ovozini chiqarmay sudrashda davom etadi. Arisuni izlashi esa foydasiz. Bundan o'yinning haqiqiy mohiyati kelib chiqadi. Ya'ni aslida bo'ridan qo'ylar berkinish kerak. Chunki u omon qolishi ular uchun to'g'ri qaror bo'lishi kerak. Karube aloqaga chiqadi va xotiralarni aytishda davom etadi. Ular Arisuni omon qoldirish uchun o'limni tabassum bilan kutishga ham tayyor edi. Bunday haqiqiy do'stlikdan Shibuki ham o'zini qurbon qilishga rozi bo'ladi. Arisu Karubeni topadi, lekin vaqt oz qolgani uchun uni shunchaki o'limiga guvoh bo'lishdan boshqasiga yaramaydi. Bu uni qattiq talvasaga tushirib qo'yadi. Bizga qolganlarni o'lim sahnalari shunaqangi mohirlik bilan ko'rsatiladiki, ta'rifga til ojiz. Qism shunday maksimum emotsional voqealar bilan yakunlanadi. 4-qism Usagining hayot uchun kurashish davomidagi hayvonlarni ovlash jarayonini ko'ramiz. Va u qaytishda hayotda umidini uzib yotgan Arisuni ko'radi. Uni yoniga borib tirik ekanini ko'radi. U ovqatlangandan keyin kutubxonaga boradi va qaytishda yomg'ir ostida haligacha yotgan Arisuni ko'radi. Shundan keyingina Usagining hayotiga yaqindan yuzlanamiz. Uni otasi tog'larni zabt etishdan boshqa orzusi yo'q ekanini bilib olamiz. Usagi o'zini boridek yaxshi ko'rishlarni xohlashni aytadi. Ular uyiga qaytishgandan keyin uni otasini tog'larni zabt etgani haqida yolg'on gaplarni aytib jurnalistlar o'rab olishadi. U otasining yoniga kirganda u hech qachon aldamasligini aytadi va uni boricha qabul qiladigan tog'lar bag'riga ketadi. Gazetalar orqali otasi ishsiz yo'qolgani va o'z joniga qasd qilgani haqida ma'lumot berishadi. Arisu Usagining yonida uyg'onadi. Undan nega qutqarib qolganini so'raydi va qorni kuylagandan keyin tanang yashashni xohlayapti deydi. Arisu yashashdan ma'no yo'qligini, hamma do'stlari unidek o'lganini, lekin tanasi aybdorlik his qilmay ovqat talab qilayotganini aytib noliy boshlaydi. Usagi ular bir kun kelib o'lishlarini, lekin bunday ko'rinishda bo'lish kerak emasligini aytadi. O'zi esa tashqariga chiqib ketadi. Qaytganida Arisu ovqatini yeganini ko'radi. Keyin unga o'yinga borishni taklif qiladi va Arisudan javob bo'lmagandan keyin oldingi o'yinda nega baqirganini so'raydi. Usagi u o'zini joni evaziga bo'lsa ham boshqalarni qutqarishni xohlaganini aytadi. Shu sababli omon qolganini, evaziga unga yordam berishga ruxsat berishni so'raydi. Ular keyingi o'yin maydoniga borishadi va bu yer osti yo'lida bo'ladi. U yerda bir avtobusga kirishadi va yana 3 odam o'tirganini ko'rishadi. Ular birinchi o'yinda ko'rishib, shundan beri birga o'ynab kelishayotganini aytishadi. Ulardan biri jarohatlanganini payqashadi. O'yin boshlanadi va 4 tref qiyinlikda bo'ladi. Masofa deb nomlanadi. Unda finishga sog'lom yetib kelishlari aytiladi. 2 soat vaqt beriladi va telefonlardan masofa 0 ko'rsatkichni beradi. Ular nima qilish kerakligini tushunmagandan keyin mashinani yoqishga urinishadi, lekin bak bo'sh ekanini ko'rishadi. Ulardan jarohatlangan yigit qolganlarning hayoti muhimroq ekanini aytib, uni tashlab ketishlarini so'raydi. Не можем мы так поступить. Ямане! Ты должен победить в этой игре! Ты же хочешь увидеть жену и вашего будущего ребенка! Ular yugurishni boshlashadi. Arisu do'stlari uchun yugura boshlaydi va ularning ko'rsatkichlari o'zgara boshlaydi. 5 kilometr yugurishgandan keyin ularning oldida ichish uchun suv chiqadi. Lekin ular bu suvni sinov uchun berilgan deb shubhalanishadi va Usagi Arisuga o'zining suvini beradi. U boshqalariga ham ulashadi. Yana 1 kilometr yugurishgandan keyin mashinalar joylashgan qorong'iroq joyga yetib kelishadi. Ularning oldidan gepard chiqqandan keyin orqaga qaramay qochishadi. Bir mashina tagiga berkinadi, boshqalar mashina ortiga berkinishadi. Arisu bilan Usagi bir-birlariga yordam berib undan qochishni uddalashadi. Gepard yigitlardan birini tutishni uddalaydi va pichog'i bilan unga urib qochishlarini aytib baqiradi. Ular ketishga majbur bo'lishadi. Ozroq yugurishgandan keyin ularning so'nggi a'zosi taslim bo'lmoqchi bo'ladi, lekin Arisu unga motivatsiya berib fikrdan qaytaradi. Живи и расскажи о них своей жене. Yana ozroq yugurishgandan keyin Arisu mototsiklga ko'zi tushadi va undagi yoqilg'i orqali avtobusni yurgizish mumkinligini tushunib, o'sha yerda qolgan odamni qutqarishga qaror qiladi. U mototsiklni yumalab ortga qaytadi. Yo'lda sherigi va gepardni ham o'lib yotganini ko'radi. Usagi sherigi bilan tunnel so'ngiga yetib kelishadi. Vaqt tugashiga 15 daqiqa qolganda Arisu yetib boradi.
va avtobusga qarab nimanidir tushunadi. Usagini sherigi unga homilador ayolni ko'rsatadi va ular ozroq gaplashadi. Keyin tunnelni berk tarafidan ovoz kela boshlaydi va devor asta-sekin teshilib suv otilishni boshlaydi. Ular qochishadi va ozroq yugurishgandan keyin devor butunlay buzilib suv kelishni boshlaydi. Sherigi charchab yiqiladi va halok bo'ladi. Usagini esa so'nggi soniylarda kelib qolgan Arisu qutqarib qoladi. Ular yiqilgan avtobusda uyg'onishadi va uni ustiga chiqib finish degan yozuvni ko'rishadi. Ya'ni ular finishda kutishni o'rniga undan qochishgan. Ko'rsatkich esa finishdan qanchalik uzoqlashganini ko'rsatgan. Uchinchi esa Arisu bilan Usagiga yana ko'rishishlari mumkinligini aytib ketadi. Arisu Usagiga sohil haqida aytib berib, uni topish kerakligini aytadi. Ular velosipedda yo'lga chiqishadi. 5-qism. Charxpalakda bo'ladigan o'yinga kirayotgan odamlardan Arisu sohil haqida so'raydi va javob ola olmaydi. Keyin ular Usagi bilan birga sohilni izlash uchun 3 kun vaqtlari qolganini bilib olamiz. Arisu do'stlari uni deb o'lib ketishgandan keyin u vaqtini bu narsalarni tagiga yetish uchun sarflamoqchi ekanini aytadi. Usagi uni ko'chada qoldirishni xohlamay, chodirda birga yotishga rozi bo'ladi. Ertasi kun esa birga ovga chiqishadi. Usagi o'zining hayotiy tajribasini, Arisu esa virtual o'yinlar tajribasini ishga solib ov qilishadi. Tunda o'yin binolariga borib, sohilga aloqador odamlarni qo'ldagi bilaguzuklar orqali aniqlab kuzatishni boshlashadi. Bilaguzuklilarning chiqishini kutishadi va ularni ortidan kuzatishadi. Ular mashinalarda ketishadi va ortidan quvishadi. Bu orqali sohilni topishadi. Bu hamma yoqda chiroqlar yongan dengiz bo'yidagi katta bino bo'ladi. Ko'pga bormay ularni qo'lga olishadi. Ular sohil a'zolari ko'z oldida uyg'onishadi va ularni so'roq qilishni boshlashadi. Sahroni boshlig'i Shapkachi laqabli Damma kelib, ularni maqsadi hamma kartalarni yig'ish bu yerdan olib chiqadi deb hisoblashgani uchun kartalarni yig'ishayotgani. Bu esa faqatgina bir odamni qutqaradi deb hisoblashlarini aytadi. Shapkachi o'z teoriyasiga ko'ra bu yer bir davlat ekani, bu yerda yashash uchun esa ularga viza berilayotganini aytadi va ular bilan birga ishlashdan boshqa choralari yo'q ekanini tushuntiradi. Ular bu yerda yaxshigina o'rnashib olib, yashash uchun yaxshigina sharoit qilib olishganini aytib, sohilga qo'shilishsa, ularning qoidalariga ko'ra har doim cho'milish kiyimlarida yurishlari va albatta xohlagancha hayotdan lazzatlanishlari mumkinligi, hamma yutilgan kartalar sohilga tegishliligi va so'nggisi sotqinlarni o'ldirishlarini aytishadi. Arisu bilan Usagida boshqa imkon qolmay ularga qo'shilishga rozi bo'lishadi. Ularning kartalari orasida esa sohilda yo'g'i topiladi. Sohildagi bazinga chiqishadi va ularni kuzatayotganlarga e'tibor berishadi. Tungi diskoteka paytida esa o'yin vaqti boshlanganini e'lon qilishadi. Shapkachining motivatsiyasidan keyin hamma o'zi biriktirilgan o'yinga yo'l olishadi. Va bu yerda Tishiya bilan yana bir yangi qahramonimiz Kuynani ko'ramiz. Tishiya Arisu bilan Usagi ularning rejasini amalga oshirishda foydasi tegishi mumkinligini aytadi. Parkda hayvonlar ovi o'yini boshlanadi va sohildagi harbiylar kelib o'yinni kutishadi. Agoni birovlarda yo'lbarsni o'ldirishiga netchi. Ну нахер. Отец. Bu yerda olifta Niragi va katanasi bor samuray bilan ham tanishamiz. Usagi mantiqiy o'yinlardan biriga tushadi va g'alaba qozonishni uddalaydi. Arisu An bilan bir o'yinga tushadi. An bu u uchun sinov o'yini ekanini aytadi. Arisu Kuyna bilan ham tanishib oladi. O'yin xonasiga kirishadi va 4 pik qiyinlik darajasida o'yin ekanini bilib olishadi. O'yin shartiga ko'ra yondagi xonada lampa osilgan. Uni yoqish uchun 3 risak berilgan. Ulardan qaysi biri lampani yoqishini bir urinishda topish kerak. Eshik ochiq turganda risaklardan birini tushirish uchun birgina imkon bor. Yopiqligida esa xohlagancha tushirish mumkin. Pastidan suv ko'tarilyapti va tepada kuchli to'pqa ega sterjinlar osilgan. An to'g'ri javobni bilsa ham Arisuni sinash uchun aytmaydi va o'zi topish kerakligini aytadi. Arisu ozroq bosimdan keyin eshikni yopishni buyuradi va risakni ko'tarib, shu yerda ozroq kutishlarini aytadi. Keyin risakni tushirib, eshikni ochishni buyuradi. Bir risakni ko'taradi va lampa yonmaydi. Kuynadan lampaga qo'lini tekkizib ko'rishni so'raydi. U issiq ekanini bilgach, risak to'g'ri javob ekanini aytadi. Bunda agar lampa issiq bo'lmaganda javob S bo'lardi. Bir risakni ko'targanda eshik yopilganda javob B bo'lardi. Suv to'xtaydi va ular g'alaba qozonishadi. Sohildagi bazm davom etadi. U yerda Arisu bilan Usagilarning yoniga Kuyna kelib, ular juftlik bo'lishlari kerakligini aytadi va o'zining hayotini ozroq aytib beradi. Моя мама сейчас в больнице, а меня с ней разлучили. Я хочу вернуться живой. Shu paytda harbiylar kelib musiqani o'chirtirishadi. Kuyna ular haqida aytib beradi va xohlagan paytda boshliqlar o'rtasida boshqaruv uchun kurash boshlanib ketishi mumkinligini aytadi. Agoni Arisuning yoniga kelib do'sti haqida so'raydi va u o'lganini bilib oladi. Keyin Usagini o'zi bilan olib ketishlarini aytadi. Arisu bunga qarshilik qiladi. Bu vaziyatga Shapkachi aralashadi va boshliq bo'lgani uchun yangilarni tinch qo'yishni buyuradi. U hammani majlisga yig'ib, Arisuni ham o'zi bilan olib ketadi. Majlisda katta kartalarni hisobga olmaganda 10 cherfdan boshqa hamma kartani yig'ishganini aytishadi. Ular 10 cherf va boshqa katta kartalarni shahardan tashqarida bo'lish mumkinligini taxmin qilishadi. Lekin Shapkachi strategiyani o'zgartirmaslik, keyingi o'yinda o'zi ham qatnashib, vizasini oshirib olishni aytadi. Majlisdan keyin Shapkachi Arisuni chaqirib, qizlar bilan kayf qiladi va unga ham may taklif qiladi. Shapkachi sohil deb nomlangan diskotekasi bo'lgani va o'z sherigini yo'qotgani haqida aytib beradi. Keyin bu yerni birinchi bo'lib tark etib, qolganlar uchun qahramonga aylanishni aytadi. Shu gaplar uchun qadah ko'tarishadi. 6-qism. Agoni bilan Shapkachi sohilni qanday yaratishgani haqida ozroq bilib olamiz. Ular bu binoga kelishgan va Shapkachi ular bu yerda ikkinchi sohilni ochishlarini,
Omon qolishdan umid bo'lmasa, o'zlari bu umidni yaratishlarini aytadi. Keyin shapkachi yig'ilgan kartalarni ko'rib o'tirganini ko'ramiz. Ertalab Arisoni Usogi uyg'otadi va ma'lumot izlashda davom etishlari kerakligini aytadi. Ular har xil teoriyalarni eshitishadi, lekin bu javob bo'lmagandan keyin kartalarni yig'ish eng yaxshi variant ekaniga ishonchlari komil bo'lib, bu yerdan ketishga qaror qilishadi. Aris ularni kuzatib yurgan ikki qizlarga savol berganda ular qochib ketishadi. Shu paytda o'q ovozi eshitiladi va u tarafga borganda axlat qutisiga tashlangan jasadlarni ko'radi. Buni ko'rib turgan Tishiya bilan Quina bu sohilning qoidasi, ya'ni barcha sotqinlarni o'ldirishlarini aytadi. Ular Arisoni o'rtaga olib nimaga ma'lumot yig'ishayotganini so'roq qilishadi. Arisu bu o'yin ortida kim turganini bilishni xohlashini aytadi. Tishiya esa bu yerdagi tubsizlikni birgina yo'l bilan to'g'irlash mumkinligini aytadi. Shapkachi o'yinga yo'l oladi. Usagi Arisuga ular katta miqdordagi qurollar yig'ishayotganini va uni qo'riqlashayotganini aytadi. Arisu Tishiyaning rejasiga ko'ra sohilni tez orada harbiylar o'z qo'liga olishini, undan oldin esa hamma kartalarni o'g'irlab ketish kerakligini aytadi. Shapkachi o'yinga yo'l olganda uni ortidan kimdir kuzatib turganini ko'ramiz. Tatta shoshilib jasadlarni miyasidan chip qidirayotgan Anning yoniga borib noxush voqea sodir bo'lganini aytadi. Tishiyaning ruxsati bilan Arisu ham u yerga boradi va shapkachi o'lganini ko'rishadi. An u ko'kragidan o'q yeb o'lganini ko'radi. Mina buni hammadan sir tutishlarini, professor ikkinchi raqam bo'lgani uchun uni o'rniga egallashini aytib turganda, Olifta uni o'rnini eng kuchli egallashini aytadi. Bunga esa quroli bilan hammani rozi qiladi. А что думает бывший номер 2? А вы двое? Я за то, чтобы Агуни стал лидером. U shapkachi o'lganini aytib uni urayotganda Aguni uni to'xtatadi va sohilni endi o'zi boshqarishini aytadi. Shapkachining xonasida saqlanayotgan kartalar joylashgan seyfni kodi saqlanayotgan qora konvertni ochish vaqti keladi. Aguni kodni hammani oldida ko'radi va bizga uni reaksiyasini ko'rsatishadi. Tishiya rejasiga ko'ra Arisu seyfga kirguncha kodni topishini aytib unga ratsiya beradi. Хитрый ты. Если нас раскроют, мы трупы. По-другому нам отсюда не выбраться. Aguni boshliq bo'lgani va shapkachini o'limi haqida ommaga e'lon qilishadi. Aguni so'zga chiqqanda Tishiya buni qolganlarga aytib ishni boshlashadi. Arisu seyfni topadi. Tishiya kod konvertda bo'lmagani, ustidagi tamg'adagi yozuv boss, ya'ni sonlarga o'zgartirsa 8022 ekanini aytadi va bu xato bo'lib chiqib signal ishga tushadi. Uni esa Aguni sheriklari bilan qo'lga olishadi. Tishiya ham u tarafda edi. Usagini ham olib kelishadi. Arisuni Olifta ura boshlaydi. Tishiya esa Agunidan yordam uchun rahmat eshitadi. Olifta Arisuni bog'lab qo'yib, ertaga vizasi tugashini, bungacha uni shu yerda qoldirib, Usagi bilan ko'ngilxushlik qilishni aytib ketadi. Tishiya o'z rejasining ikkinchi qismini davom ettirib, Quinaga Agunini kuzatishni aytib, o'zi seyfni izlash uchun kiradi. U qayerda ekanini Agunining nigohlari orqali topganini bilib olamiz. Konvert ichida esa o'sha surat bo'lganini aytadi. Sheriklarni bu uchun qurbon qilgani Quinaga yoqmaydi. Tishiya seyfni ochib kartalarni oladi. Quinaning yoniga samuray keladi va g'alati qarab o'tib ketadi. Olifta Usagini bir xonaga olib kirib, sheriklarni ushlattirib, o'ziga yoqqan ko'rinishda zo'rlashni boshlaydi. Usagi uni labini yirtib tashlaydi. Binoda chiroq o'chib yonadi. Tishiya chiqish eshigi yoniga kelganda Quina Arisuga achinayotganini aytadi va Tishiya unda qutqarishing mumkin deydi. Lekin tashqariga chiqishda sohil keyingi o'yin maydoniga aylantirilganini ko'radi. Arisu ko'zi va og'zi bog'langan holda baqirishda davom etadi. O'yin qiyinchilik darajasi esa 10 cherf ekani. Hamma fayda yig'ilish kerakligini e'lon qilinadi. Hamma fayga borib telefonlarni olishadi. U yerda Momoka ismli qizning yuragiga pichoq sanchib o'ldirishganini ko'rishadi. O'yin jodugarga ov ekani, u o'sha qizni o'ldirgani, uni 2 soat ichida topib, tashqaridagi alangada yondirish kerak ekanini aytishadi. Shu tariqa o'yin boshlanadi. 7-qism. O'yin boshlangandan keyin Momokaning dugonasi Asahining ustiga tushib, u jodugar deb shubhalana boshlashadi. Uni qo'lga olib, alanga yoniga olib borishayotganda, ularni to'xtatib, hamma qayerda bo'lganini navbatma-navbat aytishni talab qilishadi. Anning qo'lida qonli latta ko'rib, undan shubha qilishayotganda, u bu shapkachining qoni ekanini, uni o'ldirishganini, buni esa hammadan yashirishganini aytadi. An u o'ldirilgan o'qni ko'rsatgandan keyin bir qiz vahima ko'tara boshlaydi. Uni samuray jimitadi va Aguni kelib jodugar qilgan ishini tan olmasa, hammani o'ldirishini aytadi. Bu Oliftaga yoqib tushib o'q uza boshlaydi va hamma qochadi. Olifta boshchiligida ommaviy qotillik boshlanadi. Usagi Asahini bir xonaga yashirmoqchi bo'lib turganda, ularning yoniga Tatta bir sherigi bilan kelib qoladi. Я хочу тебе помочь. Как вы с Арису помогли мне. Помогите мне найти Арису. Harbiylarning ovozidan keyin Arisuni izlash uchun ketishadi. Harbiylar ko'ziga ko'ringan odamni o'ldirib, yoqib yuborishni boshlashadi. Aguni buni o'zi kuzatib turadi. Ulardan hech biri jodugar bo'lmagani uchun o'yin tugamaydi. Tishiya bilan Quina kameralar xonasida kuzatib o'tirishadi. Они же так никогда не найдут ведьму. Ей можешь быть ты, Куина. Да, и ты тоже. Quina kimdir qorong'u xonani titiklayotganini ko'radi. Psixopat Olifta esa tomdan snayperda odam o'ldirishni boshlaydi. Sheriklarga jasadlarni tashish oson bo'lishi uchun hammani ko'chaga haydashni buyuradi va samuray yong'in uyushtirish orqali buni osonlashtirishni aytadi. Usagi bilan Asahi xonalardan birida qo'rqib o'tirgan harbiyni ko'rishadi. Undan Arisu qayerdaligini bilib olishadi. Tatta bilan sherigi harbiylarga duch kelishadi va sherigi halok bo'ladi. Tatta uni o'ldirgan qizdan Arisu 4-qavatda ekanini bilib oladi.
Samuray tashqariga chiqayotganda shovqin eshitadi. Bu dalil topishga urinayotgan An bo'ladi va uning yoniga Queen keladi. Ular bir-biriga jodugar emasligini aytgandan keyin An jasaddan barmoq izlarini olish uchun ketayotganini aytadi. An u oldin sud tibbiy eksperti bo'lganini aytgandan keyin ularning oldidan Samuray chiqadi. Queen u bilan o'zi shug'ullanishini aytib, Anni jo'natadi. Yong'in sababli binoni tutun egallay boshlaydi va bu tutun Arisuning yonigacha yetib keladi. U qochishga urinib yiqiladi. Harbiylar hammani tashqariga hayday boshlashadi. Olifda oddiy hayotda uni masxara qilishganlarini eslaydi. Bu paytga kelib uning yoniga Chishiya keladi. Samuray bilan Queen'ning jangi boshlanadi. An jasaddagi pichoqdan barmoq izlarini olishni boshlaydi. Samuray jang davomida Queen'ni diskotekaga olib kiradi va musiqa ostida jangni davom ettirishadi. Bu yerdagi xotiralar sababli Queen oldin erkak kishi bo'lgani, otasi kung fuchi bo'lgani va undan or qilib uydan haydab yuborganini ko'ramiz. Lekin onasi uni qo'llab-quvvatlashda davom etgan. Chishiya boshliqlardan biri elektr manbayini o'zgartirganini, shuning uchun hamma boshliqlarni o'ldirishini, buni oliftadan boshlashni aytadi. Keyin uni kartalar bilan chalg'itib, o'zi yasagan qo'lbola qurol bilan yondirib yuboradi va olifta pastga qulaydi. Keyin Samurayning oldingi hayotiga qaytamiz. U bir xonadan chiqmay ijtimoiy tarmoqlarda o'zini haqiqiy hayotda yashamayotgani haqidagi fikrlarni yozib qoldirib, buni hech kim ko'rmasa ham joylashda davom qilavergan. Keyin u bu dunyoga o'tib qolgan va bu dunyo u uchun haqiqiy dunyoga aylangan. Ты, говорят, ты набивал татуировки в нашем мире. Да. Набей мне что-то крутое по всему телу. Ular ozroq bir-birlari haqida bilib olishgandan keyin jangni davom ettirishadi. Arisu tutun sababli hushidan ketayotganda do'stlari esiga tushadi. Ular kompyuter o'yinlari markazida tanishganlari haqida gaplashgandan keyin do'stlari biz uchun ham yasha deyishadi va bu Arisuni hushiga keltirib yuboradi. Shundan keyingina og'zidagi skochni ichishni uddalaydi va yordam so'rab baqira boshlaydi. Bu ovozni Usagi eshitadi va uni izlashga tushishadi. Uni eshigini topishganda ularning yoniga harbiylar kelishadi. Usagi bir xona derazasi orqali qochadi va qolganlar orqadan harbiylarni to'xtatishni uddalashadi. Usagi Arisuni derazasini sindirib kiradi va uni qutqaradi. Samuray va Queen'ning ozroq jangidan keyin Queen'ning oldingi hayotiga yuzlanamiz. U qiz bolaga aylangandan keyin kasalxonada onasining yoniga boradi va onasi u juda chiroyli ekanini aytadi. U shu motiv bilan Samurayni yengishni uddalaydi. Arisuni qutqarib o'yin qoidasini tushuntirishadi. Bu paytgacha harbiylarda qurol kam qoladi va ular hali ham jodugarni topisha olmaydi. Arisu Cherif o'yinlarida yurak bilan o'ynalishini aytib, buni tagiga yetishga urinadi. Shapkachining oldingi hayotida Aguni bilan do'st bo'lishganini bilib olamiz. Arisu o'yin vaqti va joyining to'g'ri kelishiga ko'ra bu shapkachining o'limi bilan bog'liq bo'lgani uchun bu o'yin shunga bog'liq tarzda yaratilganini aytadi. An barmoq izlari orqali buni aniqlaganda uni harbiylar urib yiqitishadi. Arisu o'rnidan turib kim jodugar ekanini bilishini aytadi. 8-qism. Qism boshi Asahi topib olgan telefon orqali bo'm-bo'sh shaharni va dugonasini videoga olayotgan bilan boshlanadi. 5 kundan keyin yana videoga oladi va u bir odam bilan uchrashgani, ularni bir joyga olib borishgani, endi ularga ishlashga majbur ekanini aytadi. Ular metro orqali o'sha joyga borishganini videoga oladi. Bu esa ular o'yin yaratuvchilariga ishlayotganiga ishora qiladi. Bu paytga kelib o'yin tugashiga 15 daqiqa qolgan va Aguni sheriklariga bosim o'tkazishni ham boshlagan. U yerga Arisu sheriklari bilan keladi va ular birlashib jodugarni topishlari kerakligini aytadi. Bu gap uchun Aguni uni ura boshlaydi. Usagi u jodugar ekanini aytgandan keyin Aguni jodugar ekanini tan oladi va sheriklari unga to'pponcha qaratishadi. Lekin hech kim otishga botin olmaydi. Bundan Arisu u Momokon emas, shapkachini o'ldirganini tushunadi va buni hammaga aytadi. Keyin ular shapkachi bilan do'st bo'lishganini, u do'stini aqlsizlik qilishdan oldin o'ldirishga majbur bo'lganini aytadi. Aguni bilan shapkachining tarixiga qaytamiz va bunda ular bu sohildagi imperiyani qurishganini, shapkachi esa o'sha kartalar sababli shafqatsiz maxluqqa aylanib qolganini, bu esa Agunini g'azablantirganini ko'ramiz. Lekin Aguni buni tan olmay yana Arisuni ura boshlaydi. Voqeani yakunlab qo'yamiz. Bunga ko'ra Aguni do'stiga sohilni tarqatib yuborish kerakligini, u endi birga ishlashni xohlamasligini aytadi. Shapkachi uni sotganini aytgandan keyin Aguni bu dunyoda hech qanday umid yo'qligini aytadi va bu fikr shapkachiga yoqmay uni otishga qaror qiladi. Lekin u otishidan oldin Aguni uni otishni uddalaydi. Arisu bu vaziyatni tushunishini, u ham do'stlarini o'ldirishga majbur bo'lganini aytadi. Aguni buni tan olmaydi va qolganlar u o'yinga qaramay, qolganlarni shunchaki o'ldirishni xohlagani uchun unga yana shubha boshlanadi. Arisu o'yinni qurbonlarsiz tugatish mumkin bo'lganini aytib, Momokon o'zi jodugar bo'lganini aytadi. Bu gap uchun Aguni uni tepib yiqitib, o'zi jodugar ekanini aytadi va hamma unga osilib ketadi. Aguni do'sti ular sabab shu holatga kelib qolgani uchun hammani o'zi bilan olib ketish maqsadida ular bilan urushni boshlaydi va bizga Aguni do'stini o'ldirgan paytda shapkachining quroli o'qsiz ekanini ko'rsatishadi. Shu paytda Asahi Agunini qanday to'xtatishni bilishini va Momokoning tanasini yoqishni so'raydi. Keyin o'rtaga chiqib u o'yinda josus ekanini aytadi va tepadan kelgan lazer orqali o'ldiriladi. Hamma qotib qoladi va An kelib pichoqdagi izlar orqali Momoko o'zini o'ldirganini aniqlaganini aytadi. Arisu aybsizlar
o'lmasligi kerak ekani, ular kurashishga loyiq ekanini aytadi. Bu paytga kelib binoda birdan yong'in kuchayadi. Momukani alangaga olib ketishmoqchi bo'lishganda, ularni olifta kelib otib tashlaydi va ko'ziga ko'ringanini otishni boshlaydi. U Arisoni otmoqchi bo'lib turganda, Aguni unga otilgan o'qlarni o'ziga qabul qilib, oliftani o'zi bilan birga olov ichiga olib ketadi. Qolganlar darhol Momukani alangaga olib ketishadi. Arisu Asahining qo'lidagi telefonni topadi. Ular Momukani yoqib borib g'alaba qozonishni uddalashadi. Bu dunyodagi o'limidan samuray mamnun ekanini ko'rishimiz mumkin. Qolganlar sohilning yonishini kuzatishadi. Usagi Arisu nega yashashni xohlamaganini tushunadi. Chishiya esa o'zi xohlagan kartalarga ega bo'ladi va Kuinaga kartalar ma'nosiz ekanini tushunganini, lekin endi baland kartalardan boshqasidan ega bo'lishganini aytadi. Asahining videolarini Arisu bilan Usagi ko'rishadi va bunda ular josuslar bazasiga borishadi. Ular shunchaki boshqarishmagan, balki odamlarni omon qolishiga pul tikib o'yindan rohatlanishgan. Keyin video orqali qizlarga ham odamlarga o'yin yaratib, g'alaba qozonish orqali viza qo'shib berishlarini bilib olishadi. Arisu bilan Usagi xarita orqali bir amallab ular ko'rgan joyni topib borishadi va u joyda allaqachon hamma o'ldirilganini ko'rishadi. U yerga Chishiya bilan Kuina ham kelishadi. Chishiya bu joyni qo'llashmachoq o'yinida ovchining cho'ntagidan topgan xarita orqali aniqlaganini aytadi. Ular o'yin yaratuvchisini topishmaganini tushunishadi. Shu paytda hamma monitorlar yonib, unda sohil yetakchilaridan biri Mira ko'rinadi va ularga amalga oshirgan qotilliklarni ko'rsatadi. Keyin yangi o'yinlar katta kartalar uchun bo'lishini e'lon qiladi. Ular ko'chaga chiqishgandan keyin yangi daraja e'lon qilinadi va tepadan havo shari orqali qirol Pik ko'rsatiladi. Keyin bizga shaharning har tarafida har xil qirollar va damalar yurganini ko'rsatishadi va shunday intriga bilan mavsumni yakunlashadi. Keyingi mavsumlarni o'tkazib bormaslik uchun esa kanalga obuna bo'lishni unutmang.